Men misol qorli mana shunaqa sovuq havoda esimga tushaveradi bitta narsa. Yoshligimizda misol og'rib qolsangiz endi baribir ayollar ko'proq xavotir oladi-yu, kasal bo'lmasin deb. Ayollarda ekan sababimiz dadangiz olib borib, dada og'rib qoldim men desangiz, hozir hamma og'riyapti deb beradi-yu. Xuddi haligi, voy hozir hamma og'riyapti, men navbatim emas ekan deb og'rimay turishingiz kerak. Ayollar har doim mana shu yozda ham ko'chada issiqda bo'g'imi, boshingni olib o'tadi, chiqma ko'chaga. Qishda ham sovuqda nima qilasan ko'chada? Og'rib qolasan. Og'rib qolsang qaramaymanmi deydi. Yo, maktabga ketasiz. Shapkangni kiyib olgin. Yomon qilamanmi? Shapkangni kiyib chiqqin deydi. Kichkina bolalarda o'piti bor. Eshikdan ayaz oldan shapkani kiyib chiqasiz ko'chaga. Bir yeteta bir 15 metr yurib turib shapkani so'mkaga solib qo'yadi. Chunki shapkada odam xunuk, men ham shapka kiysam xunuk ko'rinaman. To'g'ri, bunga shapkani aloqasi yo'q, lekin bak. Eng qizig'i, rostdan og'rib qolasan. Qaramayman degan ayaz baribir qaraydi-da. So'kib qaraveradi, lekin mehribonchilik bilinib turadi. Hamma siz atrofingizda multfilmlar qo'yib berishadi. Mazza yo'ta hamma sizga e'tibor qaratadi, mazza. Og'rigim kelib ketdi. Tavba qildim.